Bugun biz atiyalik naşlıq tayyorlaylik. Bunun ketarlik materiallar yerlik qıtıqdan bir piyola özümüz yaxshi ko'radigan meva-chevalardan to'g'rab tayyorlasanglar bo'ldi. Sağlam yemeklik bo'lgan Okeanosning yemen piyasi, sutga yoki yerlik qıtıqqa atiyalik naşlıqqa aralashtirib yeydigan bo'lsanglar, intayin quvvatlik. Tamoq etmagan kunlaringlar ballalaringlarga naşlıq qilib bersanglarmi yoki o'riqlayotgan vaqtinglarda homildor ayollarni yeyishga intayin mos keldi. Hech qanday chirtqish modda qo'shilmagan tabiiy yemeklikka. Undan keyin buning qon-qantiga bo'lgan ta'siri nol do'stlar. Diabetlarning yeyishga intayin mos keldi. Qavziyat yig'irlar yesanglar qavziyatinglarni yaxshilaydi. O'riqlayotganlarningki eng yaxshi tanlashi bo'lalaydi, ha. Buning ichidagi 7 xil tabiiy yemeklik, ya'ni badamdan tortib yaugo, shangju pian, yeme pian. Mushunga o'xshash 7 xil tabiiy yemeklik mujassamlangan oziqlik qiymati intayin yuqori. Buni odatda cho'ng kichik hammalarning yeyishga mos keldi. Maktab bolalarga bergan vaqtimizda as tush qobiliyatini yaxshilaydi. Atiganning kechgacha ruhli holat turdi, ha. Buni odatda qitiqqa yoki sutlarga chilaplam yevarsanglar bo'ldi. Bir xaltasi 500 gram chiqadi, 39 qo'y asid ser qarab hisob qo'ydim. 3 xalta alsanglar texmazan. Har bir qitimda 4 qo'shiq lam selib iste'mol qilsanglar bo'ldi. Kichik bolalaringlarga xotirjam beralaysizlar.